Assalomu rahmatulloh hammaga salomatmisiz, charchamayapsizlarmi, tuzukmisizlar? Kuninglar xayrli o'tsin. Hop, bugun inshaalloh darsimizni davom ettiramiz va paychart biz sizlarga olingan dars paychartda qanaqa yozish o'rgandik. И вот bugun bu ham как barchartga o'xshab bir ikkinchi formasi bor, ya'ni bitta yillik ko'rayotgansizlar, mana faqat 2010 yil bor. И bunda bitta yil bo'lganligi hisobiga increase decrease ishlatamiz. Va bunday ham ichida bo'lsa barchartda как sample yozadi, increase decrease ishlatilmasa, berilgan informatsiyani o'zidan просто nima qilamiz, описать qilishni o'rganamiz. Har xil strukturalardan foydalanish orqali aktiv voice, passive voice ishlatib va bugun biz sizlar bilan mana shu narsani polni описать qilishni o'rganamiz. Hop, xudo xohlasa nima qilamiz? Birinchi o'pirlashtiramiz. Introduction, overall, body 1, body 2 ga bo'laveramiz. Introduction yozish uchun как обычно doim qiladigan narsamizni просто paraphrase qilishimiz kerak berilgan topikka. Overall yozish uchun nima qilamiz? Ya'ni eng kattasini qaysi birida eng kattasi bo'lyapti? Например, ko'rayotgan bo'lsak, Yaponiyada eng kattasi 29% bo'layotgan ekan. Tak, other goods and services bo'layotgan ekan. Malayziyada eng kattasi housing bo'layotgan ekan. Va shunisi aniqki, ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkilovida ham eng kichkinasi bu nima bo'lyapti? Healthcare bo'layotgan ekan. Mana shu narsani aytib qo'yamiz. Va Bajivonga nima qilamiz? Yaponiyani o'zini polniy описать qilib beramiz. Badichuga Malayziyani o'zini polniy описать qilib beramiz. Har xil strukturadan foydalanish orqali. Bundan birinchi bo'lib analiz qilishimiz kerak bo'ladi shu. The pie charts below show the average household expenditure in Japan and Malaysia in the year 2010. 2010 yildagi Yaponiyada Malayziyadagi housing expenditurelarni, ya'ni anaqa protsentni ko'rsatib bergan. Bular housing bo'ladi, transport, food, healthcare and other goods and serviceslar bo'lyapti. Mana shu narsalarni полный описать qilib beryapti. Так, introduction yozishdan boshlaymiz, paraphrase qilishdan. Shu narsa agar ikkita yoki undan ko'p pie chart beriladigan bo'lsa, doim ko'rayotgansizlar ko'plikda beriladi. Bu narsa pie chart undan keyin просто show s qo'shilmaydi. Agar bitta pie chart bersa, unaqa просто pie chart shows bo'lib ketaveradi. Okay, bismillah. The pie charts compare what the how average household expenditure was distributed across five categories in Japan and Malaysia in 2010 deb turib qo'yamiz. Вот ko'rayotgan bo'lsa, the pie charts compare how average household expenditure was distributed, ya'ni sarflangan across 5 categories, ya'ni 5 ta kategoriya bo'yicha. O'sha aytganimdek, agar 4 tadan ko'p bo'lsa, yozib chiqishingiz shart emas. Agar 4 tagacha bo'lsa, yozib chiqqaningiz yaxshiroq hisoblanadi. Across 5 categories in Japan and Malaysia in 2010. Va overall yozamiz. Overall o'sha aytib o'tganimizdek, eng kattalari har bitta shahardagi eng katta expenditure qaysida bo'lganligini va umumiy ikkilovida eng kichkinasi bitta bo'lganligi uchun bitta qilib aytaveramiz. Overall housing accounted for the largest proportion of spending in Malaysia. Вот housing ko'rayotgansiz, Malayziyaning kattasi bo'layotgan housing bo'lgani uchun overall housing accounted for the largest proportion of spending in Malaysia. Whereas xuddi shu vaqtda Japanese households spent most on other goods and services. Whereas xuddi shu vaqtda Japanese householdsda, ya'ni shu Yaponiyalik ko'rayotgan bo'lsangiz, eng ko'p nimaga sarflayapti? Spend most on other goods and services deb turibmiz va undan keyin bo'lsa eng kichkinasi ikkilovdan ko'rayotgansiz healthcare bo'lyapti va yana qo'shimcharoq ketsak bo'ladi. Ishda Yaponiyada healthcare 6% bo'lyapti, Malayziyada 3%, ya'ni Malayziyada Yaponiyaga qaraganda nisbatan kamroq bo'layotgan ekan. Mana shu narsani aytib qo'ysa ham bo'ladi. Bu narsani compare qilib aytayotganimizda уже nima qilib boshlaymiz? In contrast deb turib boshlaymiz. In contrast, ya'ni to compare degani sizlar aytib qo'yadigan bo'lsa, health care represented the smallest share in both countries, though it was notably lower in Malaysia. И вот.
Ko'rayotgan bo'lsanglar, bajivonimiz ham tugadi. In contrast, healthcare represents the smallest share in both countries. Ya'ni the smallest ishlatamiz, chunki eng kichkina share ko'rsatgan in both countries, though it was notably lower in Malaysia. E'tiborimiz, o'sha Malayziyada chem nima bo'lgan, kamroq bo'lgan turib e'tiborimiz. Shu bilan nima qildik? Introduction overall partimiz tugadi sizlar bilan. Endi sekin bajivon turlarini yozishni boshlaymiz. Okey, tak, Badiwonga o'sha Yaponiyani o'zini polniy opetsiyasi qilib beramiz, Baditsuga bo'lsa Malayziyani qilib beramiz. Va o'rganish uchun osonroq bo'lishi uchun, tushunarliroq, clear bo'lishi uchun nima qilamiz? Tepadan pastga qarab ketamiz, ya'ni xohlagan joyimizdan yozib tashlaymiz. 29, 24, 21, 26 и так далее. Mana shunaqa qilib yozishni boshlaymiz. Так, nima deb boshlasak bo'ladi? Baychun boshlayotganda, так, according to the like statistics of Japan deb boshlasak bo'ladi yokida просто Japanese households yoki Japanese citizens deb turib boshlasak ham bo'ladi, farq yo'q. Japanese households show with different spending pattern. Ya'ni nisbatan anaqaroq ko'rsatgan, ya'ni boshqa spending pattern, ya'ni nisbatan Malayziyaga qaraganda farq qilgan unaqasi. The largest share of expenditure went to other goods and services. Aytyapti shu necha foiz ko'rsatdi, ular 29% ko'rsatib turib qo'ysa bo'ladi. Undan keyin esa ko'rayotganingiz 24% food bo'lyapti. Food was the second biggest category. Так, momentda bilan aytaylik, sal boshqacha bo'lishi. Food was the second biggest category, representing necha foiz? 24% deb turib qo'ysak bo'ladi. Representing 24%. Okay, endi sal boshqacharoq qilib aytish uchun qanaqa aytsak bo'ladi? Tak. Bunga yaqinda bitta compare qilib turib aytsak bo'ladi, что bunga yaqinrog'i shu 20%, ya'ni housing bo'layotgan ekan. Okay, tak. Closely followed by housing at 21% turib gapni to'xtatib qo'yamiz. Okay, Japanese households show a different spending pattern, ya'ni boshqacha, ya'ni raziyatli spending pattern ko'rsatgan. The large share of the expenditure went to other goods and services deyapti, ya'ni eng katta anaqasi ularning share nimaga ketyapti, ya'ni expenditure ketyapti shu goods and servicesga 29% ko'rsatgan holatda. Food was the second biggest category, ikkinchi eng katta kategoriya bo'lgan, representing 24%, closely followed by housing at 21% deb turib bitta aytib keyin tak, bu yerda qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi, in addition deb turib keyin boshqa qo'shib yuborsanglar ham qo'shimcha qilib aytganda deb turib. Okey, undan keyin уже bizda ikkita narsa qolyapti, transport bilan healthcare qolyapti. Mana bu narsani 20% xolisanglar naqd olsanglar ham bo'ladi, 1/5 olsanglar ham bo'ladi. 1/5 degan 5dan 1 qismi degan mana shunaqa so'zlar ham bor. Ularni inshaalloh shu Telegram kanalimga anaqa ketaman, tashlab ketaman so'zlarni. Так, undan keyin уже anaqani aytaversak bo'ldi. Transport costlari were also significant in Japan, which made up 20%. Yukida sochish shunaqa turamiz, 20%. And еще так aytsak bo'ladi, что 20% of total expenditure deb turib aytamiz. И вот. Transport costs were also significant in Japan, which made up 20% of total expenditure to rate comes. But так, making up the accounting for ham bo'ladi. Uniki momentda representing the work and grunt turib o'rganish uchun sal boshqacha formada bo'lishi relative clauselar bilan ishlatib aytib berdik, which made up 20%. Relative clause agar ishlatish bo'yicha qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bitta fayl bor.
tayyor fayl, ya'ni ancha tushunchalarni oshirib berishga yordam beradi. Izohlarga yozsanglar, inshaalloh anaqa qilib beraman, tashlab beraman. Ancha foydali, manfaatli bo'ladi. Oxirgi gapni nima qilamiz? Passive voice'ni tugatib qo'ysam ham ancha yaxshiroq bo'lardi. Так, meanwhile xuddi shu vaqtda aytaveradi, что the lowest position was analyzed yoki the was taken by the trade bersa ham bo'ladi, healthcare. The trade bersa ham analyzed and nimada health care'da biz necha foizdan? Tak, 6% trade bersa bo'ladi. Yoki aytsa bo'ladi, что healthcare was the least demandable anaqa sektor bo'lgan, ya'ni eng kam talabgor bo'lgan sektor bo'lgan deb trade bersa ham bo'ladi. Representing 6% deb turib, ya'ni har xil strukturalardan foydalansa bo'ladi. Hop, shunaqa qilib turib ko'rayotgan bo'lsangiz nima qilamiz? Badiiy tugatib oling. Nisbatan unaqa qiyin emas, ya'ni iloji boricha har xil active voice, passive voice, там relative clause'dan ishlab turib, API bersanglar bo'ladi. Va badiiy уже nima qilishimiz kerak? Malaysian o'zini API berishimiz kerak bo'ladi. As usual. Так, analiz qilib chiqinglar, bitta ko'rib chiqinglar, Malaysiani badiiy o'zingizga yozib ko'rishga harakat qilinglar. Samplingni yozib ko'rsanglar, o'qib tekshirishdan xursand bo'lardim. O'shanga yarasha feedbacklarni ham aniq qilamiz. Sog' va salomat bo'linglar.